Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yozning anomal issiq kunlarida yangi tug'ilgan chaqaloqni qanday parvarish qilish kerak degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Bunday kunlarda chaqaloqqa alohida e'tibor kerak. Chaqaloqlarning tana haroratini boshqarish tizimi hali to'liq rivojlanmagan bo'lgani uchun ular kattalarga qaraganda tezroq qizib ketishi va suvsizlanishi mumkin. Birinchi navbatda uy harorati qanday bo'lishi kerak? Eng qulay harorat 20-24 gradus atrofida. Agar tashqarida 40+ va undan ham issiq bo'lsa, iloji boricha uyni salqin saqlashga harakat qiling. Konditsioner ishlatilsa bo'ladi, lekin havo oqimi chaqaloqqa to'g'ridan-to'g'ri urmasligi kerak. Ventilyatorni ham bevosita chaqaloqqa qaratmaganingiz ma'qul. Chaqaloqni qanday kiyintirish kerak? Faqat paxtadan tikilgan yubqa va keng kiyim kiydiring. Uy ichida ba'zan faqat bitta yubqa bodi yoki taglikning o'zi ham yetarli bo'lishi mumkin. Qalin paypoq, shapka va bir necha qavat kiyim issiqda kerak emas. Haroratni ensasiga qo'lingizni qo'yib tekshiring. Agar ensasi juda issiq va terlagan bo'lsa, kiyimini yengillashtiring. Bolakayni emizish. Agar chaqaloq faqat ona suti bilan oziqlansa, 6 oygacha suv berish shart emas. Issiq kunlarda odatdagidan tez-tez emizing. Ona suti chaqaloqning suyuqlikka bo'lgan ehtiyojini qoplaydi. Agar bolajoningiz sun'iy ovqat bilan oziqlansa, aralashmani ko'rsatmaga qat'iy amal qilib tayyorlang. Oqartirib yoki quyuqlashtirib yubormang. Chaqaloqlarda suvsizlanishning belgilari. Quyidagi holatlar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qiling, ya'ni chaqaloqning og'zi quruq bo'lishi, ko'zlari ichkariga botgandek ko'rinishi, siydiqning kamayishi. Ya'ni agar taglik uzoq vaqt quruq qolsa, bu ham xavotirli belgilardan biri hisoblanadi. Juda ham lanj bo'lib qolishi, ko'p yig'lasa yoki ko'zi yig'laganda yosh chiqmasa, emishni xohlamasa. Quyoshdan himoya. Soat 10:00 dan 17:00 oralig'ida to'g'ridan-to'g'ri quyosh ostiga olib chiqmaslikka harakat qiling. Sayr uchun ertalab yoki kechqurun salqinroq vaqtni tanlang. Aravachani qalin mato bilan to'liq yopib qo'ymang. Bu ichkarida haroratni yanada oshiradi. Issiq kunlarda chaqaloqni kuniga 1 marta yoki kerak bo'lsa 2-3 marta iliq suvda cho'miltirish ham mumkin. Suv juda sovuq ham, juda issiq ham bo'lmasligi kerak. Cho'miltirgandan keyin terisini yaxshilab quriting, ayniqsa bo'yin, qo'ltiq va chov burmalarini. Chaqaloqni qattiq va tekis matrasda uxlating. Yostiq, qalin adyol va yumshoq o'yinchoqlarni beshikka qo'ymang. Issiqda faqat yupqa choyshab yoki umuman ustini yopmaslik ham mumkin. Chaqaloq qizib ketganini qanday bilish mumkin? Buning belgilari bor, ya'ni teri juda ham issiq bo'lib ketadi, juda bezovta yoki aksincha haddan tashqari uyquchan bo'lib ketadi chaqaloq. Nafas olishi tezlashadi, ko'p terlash yoki aksincha umuman terlamasligi ham mumkin. Tana harorati 38 daraja yoki undan yuqori bo'lishi. Bunday holatlarda chaqaloqni salqinroq joyga olib o'ting, ortiqcha kiyimlarni yeching, emizishni taklif qiling. Sovuq muzli suv bilan aslo arta ko'rmang. Agar ahvoli yaxshilanmasa yoki isitmasi yuqori bo'lsa, shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qiling. Albatta, yoz kunlarida mashinada ehtiyot bo'ling. Chaqaloqni hech qachon, hatto bir necha daqiqaga ham mashinada yolg'iz qoldirmang. Mashina ichi juda tez xavfli darajada qizib ketadi. Emizikli ona ham albatta ushbu davrda ko'proq suv ichish kerak, yengil-yengil ovqatlanishi, issiqda uzoq yurmasligi, dam olishga vaqt ajratishi kerak. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.